bu chegaralarni qo'yishingizgacha ham vaqt ketadi. Chegaralaringizni не то что qo'yib borasiz, lekin u odamga korrektni anglatishingiz uchun, to'g'ri chiroyli anglatib berishingiz uchun vaqt kerak. Men bu yerda sразу aytmaysiz, men chegaramdan o'tib ketding demaysiz-ku. Adasi deysiz. Men bu yerda men bilan bunaqa mumkin emas deysiz. Bu meni xafa qilyapti deysiz. Vaqt kerakmi? Gaplashishingiz kerakmi? Imkon berishingiz kerakmi? Mana shu narsani bizda ayollar aytolmaydi-da. Lutshi eng ma'quli mana shu yerda jim turib bering, chidab bering deydi. Keyin to'lib ketadi. 1 yil chidaydi, 5 yil chidaydi, 10 yil chidaydi. Mana siz aytgandek, meni mana shu joyda xafa qilyapsiz deb aytolmaydi. Nima aytolmaydi? Kela endi unga ham kelamiz. Nega aytolmaydi? Oilada ayttirishmagan. Mumkin bo'lmagan. Bo'lgan. Da. Chegara qo'yishni biz o'rgataylik, kichkinaligidan o'sha chegara qo'yishga. Xafa bo'lishga ruxsat berilmagan. Emotsiyalarni anglataylik. Da. Biz qanaqa o'stiramiz? Eshitmaymiz. Biz даже o'chiram demaymiz. Biz eshitmaymiz. Eshitishga vaqtimiz yo'q bolani. Biz o'chir chakagini ham demaymiz. Bir borib turman, ana nimadir qilishim kerak. Не до детей, да? Bolalarga vaqtimiz yo'q, потому что biz uy yumushlari bilan bandmiz. Lekin hozir unaqa emas. Hozir o'zgaryapti. Mana